24 noyabr kuni kech soat 19:49 o'tganda Urumchi shahri Tianshan rayonining sharqiy aylanma, ya'ni Dongxuan bozorining yendiki Jianshun egiz qavatlik turalg'u binosida o't ofati yuz berib, 44 odam qazo qilgan. O't ofati 15-qavatdan boshlangan bo'lib, 21-qavatgacha tutashgan. Istutak ustunki qavatga yetgan. O't taxminan 3 soat ko'ygan. 30 noyabr kuni sahar soat 4 da Istanbul Xitoy konsul oldida mingdan ortiq Sharq Turkiston xalqi keng ko'lamlik namoyish o'tkazish orqali shahid bo'lganlarga motam bildirdi. Opsi va eng kichik 3 yoshli qarindoshlaridan ayrilib qolgan oila tavobatlaridan Muhammad Mamtali Turkiya soqchilariga shahidlarning rasmini ko'rsatib guvohlik berdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatiga Sharq Turkistonda har xil bahonalar bilan odam o'ltirayotgan fashist harakatini to'xtat deb shuar tovladi. Shundaqla butun dunyoga Xitoy kommunistlarining bu qilmishining javobgarlikni surishti qilishga chaqirdi. 3 yaşında küçük kardeşim. 3 yaşında küçük kardeşim abi bu yanarak ölmüş. Ben burada halen daha bunlar seslenemiyorsam ben daha ne yapayım abi? Ben daha ne yapayım? İnsanlık değil mi abi ya bu? Böyle susarak mı kalacağız? Böyle susarak mı kalacağız abi? Bak küçük kardeşim bu annem. Bizim cesedi bak bak. Bak. İşte az önce bu Mayıs ayında işte. Sosyal medyaya paylaşmış. Oradan gördüm hepsi sağ salim diye. Şükür ettim Allah. Ya Rabbim hepsi sağ salimmiş diye. Bak 5 gün önce. Bak 5 gün önce gani. Bak abi güzel abim bak. Sen bizim yerimizde olsaydın en azından abi. 7 senedir görüşemedin bir annenle. Direkt cesedini gördüğünde ne yaparsın abi? Ne yaparsın abi? İyi ki Müslümanmışız. Yoksa kendimi öldürdüm. Direkt öldürürdüm abi. Bunu kaldıramıyorsun çünkü. Çok zor. Çok zor. Bak bacaklarım bile titriyor abi. Anlatabiliyor muyum? Xitoy nurg'un shaharlarda portilgan Xitoy virusini tozalashga va qamal qilish siyosatiga qarshi namoyishchilarni bostirish uchun Xitoyning rasmiy taratqullari bu kishilarning chet el kuchlarining ta'siriga uchirganligini deganda namoyishchilarning g'azabini qo'zg'agan hamda shundoq deguchilarga qattiq radiya bergan. Shuning bilan men chet el kuchi emas, men Xitoy fuqarosi degan shuarlar hamma yerda paydo bo'lgan. 27 noyabr kuni kechda Beyjingdagi Liangma ko'rikidagi namoyish maydonida bir yosh Xitoy namoyishchilarining yanida chet elning Xitoyga qarshi kuchlari borligi to'g'risidagi xabarni topshirib olganligini o'ttirib qo'yganda naq maydondagi ommaning g'azabini qo'zg'agan. Naq maydonda namoyish qilgan birisi "Sen da'vatgan chet el kuchlarining Marks va ingliz ekanligini so'rsam bo'lamdi? Stalinmi yoki Leninmi?" deb so'ragan. Yana bir kishi Xinjiangdagi o'tni chet el kuchlari keltirib chiqarganmi? Guyjondagi avtobus chet el kuchlari tarafidan ag'dirildimi? Biz hatto to'g'rimi chiqolmaymiz. Chet el kuchlarini nereden topamiz? Qandaq aloqa qilamiz degan. Tahlilchilar Xitoy albatta buni chet el kuchlarining qudratqullik qilishi deyishidi. Bu Xitoyning inertsiyasi. Agar bu namoyishning kishilarning orzu qilganligini e'tirof qilsa, uning zo'ravonligini e'tirof qilganga barobar bo'lganligini, uning ustiga bu razil hokimiyatning aslida Sovet ittifoqidan kelgan Xitoyning eng cho'ng chet el kuchi ekanligini bildirgan. Urumchidagi o't ofatidan keyin Xitoy 10 shaharda o'tirg'i chiqqan xalq namoyishi qarata Amerika hukumati 28 noyabr kuni rasmiy inkos qaytirdi. Oqsaroyning bu vaqtdagi bayonotida bu namoyishlar to'g'risida biz uzundan buyon Amerika va boshqa joylardagi hamma kishining tinch shaklda namoyish qilish huquqi bor deb kelyapmiz. Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kirby bu vaqtda muxbirlarning savollariga javob berib, prezident dunyodagi namoyishchilar haqida so'z qilmaydi. Ularning o'zlari bu to'g'riliq so'z qiladi degan. New York vaqt gazetining 28 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Oqsaroyning Xitoydagi namoyishlar haqidagi bayonoti ularning Irondagi xalq namoyishi qarta e'lon qilgan so'zlariga selishtirganda sus bo'lgan. Shu sababdan Amerika Kengash palatasining a'zosi Ted Cruz o'zining bu vaqtdagi bayonotida texim kuchli qilib, Xitoy hukumati virusning manbasi va oqibati haqida izchil yolg'on so'zlab kelyotdi. Endi bo'lsa bu ishlar ularning sistemalik haqlar depsanchiligi, jumladan Xinjiangdagi davom qilayotgan qirg'inchilik qilmishlari bilan bir yerdan chiqyotdi degan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazeti bu xil kuchli tanqidni ifodalaganlardan yana Amerika Avam palatasining raisligini ustiga ilishga tayyorlik qilayotgan Kevin McCarthy'ning borligini, uningmi Ted Cruzga o'xshash fikrda ekanligini alohida eskartgan. 29 noyabr kuni 1989-yili Beyjingda o'tkazilgan 4-iyun harakati qatnashgan chet eldagi demokratiya qo'llaydigan necha 10 faoliyati ijtimoiy aloqa torida Xitoy Kompartiyasiga ogohlantirish xati e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining ofitser askarlarini, qurolliq soqchisini va odatdagi soqchilarni asosiy qonunga xiloflik qilganlarning yon tayoqi bo'lmaslikka chaqirib, ularni 1989-yildagi o'xshash byuroning haydab xalq ommasiga va yoshlarga qaratib o'q chiqarishdan jumladan yana bir qirg'inchilik paydo qilmaslikka chaqirgan. Shuning
Şunun bilan bir vaqtda 4-iyun demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchilar yana Xitoy Kompartiyasi mamlakat xalq qurultayining raisi Li Jiangshuga, davlat kengashining bosh ministri Li Keqiang va siyosiy maslahat yig'inining raisi Wang Yangga ochiq xat yozib, ularni jamoat fikriga bo'ysunishga, harakatchan nol siyosatni oxirlashtirishga chaqirib, Shi Jinpingning taxtdan tushishini talab qilgan. Xitoy doiralari jiddiy holda namoyishga qatnashganlarni tekshirishga boshlagan ekan.